Yarim kechasi dehqon tovuqxona tomonidan qichqiriq eshitdi. U chiroq bilan ichkariga yugurdi. Yuqorida boyqush o'tirardi. Dehqon uni yomon alomat deb o'ylamasdan otib tashladi. Shu payt burchakdan beozor ko'ringan yenot chiqdi. Uni ko'rib, dehqonning rahmi keldi. Zarar qilmaydi deb unga ovqat berib chiqib ketdi. Ertalab uyg'onib, u hayratda qoldi. Barcha tovuqlar o'lik, o'sha yenot qonli panjasini yalab o'tirardi. Dehqon yerga o'tirib qoldi. U o'ldirgani, uning himoyachisi ekanligini va qutqargani haqiqiy ovchi bo'lib chiqqanini tushuna olmadi. Bu tarafkashlik deyiladi. Biz odamni tashqi ko'rinishiga qarab baholaymiz. Qo'pol ko'ringanlardan qochamiz, shirin so'zlaganlarga ishonamiz. Lekin haqiqat teskari. Qattiq odamlar tayanching. Shirin gapirganlar ko'pincha xiyonat qiladi. Shuni esla, har chiroyli ko'ringan yaxshi emas, har qattiq ko'ringan yomon emas.